Rostida bunaqa machasiga ham natijnoy turibdi. Bunaqa machasiga ham natijnoy turibdi. Mana bundoq tortilgan temir turibdi. Bunaqa machasiga ham tortilgan temir turibdi. Ya'ni ular tarixiy holda bir-birini nima qilyapti? To'ldiryapti. Qattiq qilib ushlab turibdi bir-birini. Agar mana shu kichkina bir joyidagi sal mana shu yerda o'zgarish bo'lib surilib qolsa, o'sha yerda ozgina bo'lsa ham uzilish bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Butun most o'sha yoqqa qarab smeshatsiya qiladi, to'g'rimi? Qatida bo'lsa ham, o'sha shu o'rtasida ozginagina nimadir buzilib qolsa, hamma butun tana bu yoqqa qarab smeshatsiya qiladi, to'g'rimi? Odamning tanasi ham shunaqa ekan degan tushunchaga ega bo'lgan. Mana ochib yorib o'rganayotganda shuni tushunib yetgan. Demak, bitta mashitda o'zgarish bo'lsa, butun tana bu yoqqa qarab tortiladi. Bu yerda o'zgarish bo'lsa, butun tana bu yoqqa qarab tortiladi. Bu yerda o'zgarish bo'lsa, u yoqqa qarab tortilib, o'shanga qarab smeshatsiya qiladi. Mana bu yerda o'zgarish bo'lsa, bu yoqqa qarab tortiladi tana. Tushundinglar? A bizda nima qilishadi? Misol uchun, mana bu yerda kichkinagina narsa o'zgardi. Nimadir bo'ldi. Spaychni protsessi o'sha bir tana a'zosi boshqasiga mundoq bo'lib qoldi. O'sha o'zgarish tufayli, nosog'lomlik tufayli. Butun tana shu yoqqa qarab smeshatsiya qiladi, keyin oxirgi uchi mamutga beradi-da, mashit og'rishni boshlaydi. Nima qilamiz biz? Mashitda davolaveramiz, to'g'rimi? Yoki mamutga berdi deylik, bu yerda davolaveramiz. Lekin asosiy prichinani qidirib topmaymiz. U bilan hech kim ishi yo'q. Misol uchun oddiy misol. Buvilar keladi bizga. Tizzalari og'riyapti deb yurolmay qolgan olib kelishyapti bizga. Ularni lecheniya qilmagan, joyi qolmagan, o'tga blokadalar ham qilishgan, gellar ham qo'yishgan, hamma narsa qilib ko'rishdi, og'riryapti. Keyin bunday tekshirib chiqsa, butun tananing og'irligi shu yoqqa tushib yotibdi. Oldin mana bu ustidagi betonni olib tashlash kerak uni tuzatish uchun. To'g'rimi? Ustida beton tursa-da, mana bu davol ursa. Конечно, unaqada bo'lmaydi. Birinchi bo'lib nima qilish kerak? Umurtqa bilan, bosh bilan, polni tanalar bilan ishlab, asosiy sababni topib, uni joyiga bunday keltirib, keyin bu yerga og'irlik nagruzka tushmayotgandan keyin bu yo'lni davolasa bo'ladi. Ana o'shanda haqiqiy shifo bergan bo'lasizlar.